Hammaga assalomu alaykum. Bundan bir necha oy xuddi shu joyda turib video qilgandim. Video nima haqida bo'lgani, shu tabiat haqida, keyin tabiatni dushmanlari, odamlar haqida. Yana shu joydamiz, mana yana hamma yoq musor. Ashta turib yeydi, ichadi, tashlab ketadi. Iltimos, farosati baland odamlar bunaqa ish qilmaydi, iltimos. Shu yerda hamma o'zi to'xtab, mana bunaqa chiroyli go'zal tabiatimizni tomosha qilib ketadi. Qaranglar, qanaqa chiroyli joylar. Ketidan shunaqa yana aqlatlar tashlab ketishadi. Odamlarga iltimos qilardi, bunaqa narsalarni o'zidan qoldirmasdan paketga solib olib ketsa, hammamizdan yaxshilik bo'ladi.